Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Begzod va bugun biz jo'ja tovuq filesi yordamida kebob tayyorlaymiz. Buning uchun bizlarga tovuq filesi, bolg'ar qalampiri, apelsin, ziravorlar, mayonez hamda shirin chili sousi kerak bo'ladi. Ishimizni bolg'ar qalampirini to'g'rashdan boshlaymiz. Endi esa tovuq filesini to'g'raymiz. To'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Endi esa uni marinadlaymiz. Apelsinni ikkiga bo'lib, undan suvini siqib olamiz. Mayonez, shirin chili sousi, biroz asal, shirin qizil qalampir, kashnish urug'i, tabga ko'ra tuz va qora murch qo'shamiz. Aralashtirib olamiz. Barcha mahsulotlarni tayyorlab olgach, ularni bambuk sixiga o'tkazamiz. Keboblarimizni tayyorlab oldik, yoqimli ishtaha. Endi esa ularni qovurib olamiz. Keboblarimizni qovurib oldik. Endi esa ularni duxovkada 180 gradusda 12 daqiqa pishirib olamiz. Demak, keboblarimiz tayyor. Endi esa ularni likopchaga joylaymiz. Jo'ja tovuq filesidan tayyorlangan keboblarimiz tayyor. Yoqimli ishtaha.